Assalomu alaykum podpischilar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Xo'p, mana ko'rib turganlaringdek. Xo'p. 991 bizning mashinamiz. So'raydigan bo'lsalaring, o'na Somindamiz, rostdan. Yaqinlashtirib beryapman sizlar uchun. Xo'p. Hali chiqamiz. Hali ko'p chiqamiz. Osma ko'prikdan ham sizlar uchun yurib beramiz. 50 ming to'lab bo'lsa ham sizlar uchun chiqib olsa ko'prikda yurib beraman. Ko'rganda ko'ryapsizlarki, xo'p. Ko'ryapsizlar, mana yaxshi. Bular mana akalarim va dadam. Hozir yuramiz. Sizlarga chiroyli bir manzarani ko'rsatamiz. Tabiatni asrash kerak. Hali yo'lni davom etamiz. Hozir sizlarga yaxshi daraxt o'nlarni ko'rsataman. Tabiatni saqlaymiz. Shuning uchun xo'p, biz bu daraxtni o'rganamiz. To'g'ri ko'ramiz. Qanaqa bu daraxtni bilganlar kommentariyaga yozinglar. Hozir buni ikkinchi videosini chiqaraman.